Ko'pchilikdan so'ragan yangi universal chizerlarimizdan yangi partiyasi kirib keldi. U holda buni qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz va uni oldida esa 7 ot kuchli motorimizni ham tanishtirib o'tamiz. Kimga shu video yoqadi bo'lsa, hozirroq videomizga like tugmasini, kommentariyada omad yozib qoldiringlar. Xo'p, videomizni endi qisqacha tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Xo'p, bu motorimiz 7 ot kuchli universal agroservis motori hisoblanadi. Xo'p, bunda yoqilg'i turlari benzin oklar ushatilgan qilib ishlangan bo'ladi. Yurishlari esa mana shunday zavodning orqali yurib berasiga, ya'ni tortga satrda emas, undan tashqari o'zliqlarga maslin qilib ishlangan. Maslin filtr qanaqa ishlashini traktor chekan juda ham yaxshi biladi. Xo'p, rullar juda ham uzun. Arabada o'tirganingizni ham bemalol yeta olasiz. Oldiga ikkitadan skor, orqaga bittadan skor bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik ham so'radi, eng baquvvat motor qaysilar deyshadi. Bu motorlar faqatgina agroservis motobloklar hisoblanadi. Agar siz faqatgina agroservis motobloklarni xarid qilib olsangiz, faqat 1 yil sizdan mutlaqo 1 so'm pulsiz motoringiz buziladigan bo'lsa, motor va korobka tomonlama sizga mutlaqo 1 tiyin pulsiz O'zbekiston bo'ylab servis xizmati mutlaqo tekin hisoblanadi. Xo'p, chizerimiz ko'rishlari mumkin. 50, 60, 70, 80, 90 ga bemalol tushib bera oladi. Uni esa chizerimiz hisoblanadi. Agar siz motor olyapman deb pul yig'ib bo'lsangiz, endi siz motobloklarni mutlaqo tekinga xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Tekinga xarid qilib olish uchun qanday mumkin bo'lasiz? Do'konga kelasiz, o'zingizga xohlagan bitta motorni tanlab olasiz, 7 och kuchli va uni tekinga olib kelsangiz bo'ladi. Tekinga olib kelish sharti siz videolarimizni like tugmasi, kommentariyada omad yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Kelasiz, do'konimizda 7 toshli motorni tanlab oldingiz, yuramiz, ishlatamiz, ko'rasiz, bizga pulni berasiz, pulni sanab ko'z oldida turasiz va mana shu turningizda atiga 5 daqiqa osib tursangiz, olgan motoringizni pulini 1 so'm ichidan olinmaydi, faqatgina o'sha bergan pulingizni sizga qaytarib beriladi. Albatta, yo'q ekanman pulni ba'zi yani 7 ot kuchli motor olib ketsam bo'ladi desalar, bemalol 7 ot kuchli motor ham olishlari mumkin bo'ladi, ko'rishlari mumkin. Aksiyamiz faqatgina muddatlar cheklangan bo'ladi. Motorlarimiz atiga 100 dona qo'yilgan hisoblanadi. Agar siz videolarimizni like tugmasi, kommentariyada omad yozib kelayotgan bo'lsangiz, narxlardan ozroq tushib berishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q ekan, men yoshim kattaroq, oddiyroq bonuslarni yo'qmi degan uchun oddiyroq bonuslarimiz faqat omadli barabanimiz bu. Barabanimiz hali ham o'sha baraban gusiy motorlarimizdan ham bor ekan. Xohlagan turingizda 2 sepli, 1 sepli ham bor ekan. Ko'rishlari mumkin. Barabanimizni o'ngami, chapgami aylantirishingizdan farq qo'yib, barabanimizni bitta aylantirib qo'yasiz akalar. Shu bilan nima ustasizga mutlaqo tengaydi. Orqasini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hech yo'q, hech kim ushlab turmaydi. Men bitta pachinni o'zi aylanadi. Drel, shurpoy, bargaki ko'rishni o'rtasida yapadi. Nima shundan qat'iy nazar sizga mutlaqo tenga berib yuboradi. Mazir Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'kon. Optinsklarning birinchi qo'l bazasi agroservis do'konlar bo'ladi. Jonlar sog' bo'lsin, bundan keyingi videoda ko'rishguncha.